Odil Yoqubovning Matluba qissasida hayotda halollik bilan yashashning qanchalik muhim ekani yoritiladi. Asar qahramoni Matluba bilimli, mehnatsevar va vijdonli ayol bo'lib, o'z kasbiga sadoqat bilan xizmat qiladi. U hayotda ko'plab murakkab vaziyatlarga duch keladi, biroq hech qachon adolat va insoniylik tamoyillaridan voz kechmaydi. Qissada jamiyatdagi poraxo'rlik, tanish-bilishlik va mansabni suiiste'mol qilish kabi illatlar tanqid qilinadi. Matluba esa bunday holatlarga qarshi turib, halol, mehnat, pok vijdon bilan yashashni afzal ko'radi. Uning qat'iyatligi boshqalarga ham ibrat bo'ladi. Asar o'quvchini halol bo'lishga, vijdon bilan yashashga, har qanday vaziyatda ham to'g'ri yo'ldan og'maslikka chorlaydi. Shu jihatdan Matluba bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan tarbiyaviy qissalardan biridir.